qilyapman. Nima uchun bu obrazni kirganligim uchun ko'pchilik negativ yozyapsizlar. Bu obrazni sababchisi o'zlaring prekrasniy tushunib turibsizlar kimligini. U dostoyniy mujikman deb chiqib turgan bir pituq bor. U hech qachon dostoyniy emas. Yetkazib qo'yinglar. Men bunga keltirib beraman. Dostoyniy emasligini. Bitta balabol baltunu tushunyapsizlar? Balabol baltunu agar normali dostoyniy порядочный mujik bo'lsa, birovni oilasini olib chiqib qanaqadir bir itga tema qilgizmaydi. Shuning uchun normali порядочный mujiklar uni oldida o'tirmaydi degan umiddaman. Dostoyniy mujiklar uni